Aptekachilar sizlarni qanday log qiladi? Aytib beraymi? Maziyalar bo'lmaganda aptekaga kirasizlar-ku, kirganinglarda aptekachida farmatsevtdan dori so'raysizlar. Mazam bo'lmayapti, temperatura chiqyapti, dori bering deb. Keyin tayyor poрошок dorilar bor, O'zbekiston chiqaradi. Har xil firmalar bor, nomlarini aytmayman, ertaga sudma-sud yurgim kelmaydi. Taxminan narxi 7000-8000 turadi poрошокlar narxi. Ular tarkibida hammasi paracetamol. Paracetamol 1000 so'm turadi aptekada. U firmalar nima qilishadi? Paracetamolni molekulasini olib turib, ichiga ozgina askarbinka yoki ozgina vitamin D qo'shib qo'yishadi, yoki bironta vitamin qo'shib turib, o'zlarini bir balo grippni to'xtatadigan qilib dori chiqaradi. Nomini hozir aytishim kelsa, sразу nomlar, firmalar nomi chiqib ketadi. To'xtadi gripp, shunaqa bir balo gripplar shunaqa ko'p. Olasizlarmi, olganlardan keyin sizlar paracetamol ichasizlar, shu dorini ichasizlar, keyin 2 gram paracetamol ichganda odam передозировка bo'ladi, mazasi qochishni boshlaydi. Sizlar bu maziyalar paracetamoldan qochayotganini bilmaysizlar, просто sho'mollayapman deb o'ylaysizlar. Na samом деле paracetamolda передозировка bo'lgan. Shuning uchun dori olayotganlarda aptekaga kirib turib, menga sho'mollab qoldim, dori beringlar demanglar. O'zingizlar doktorga borib, zaranniy konsultatsiya olib turib, kerakli dori ichinglar. Hammasi loxatron. Paracetamol, hammasi paracetamol. Ishonmasanglar, любой aptekaga kirib turinglar, shu kirishinglarda birinchi ko'zga ko'rinadigan joyda turadi dorilar. 7000 so'm, 8000 so'm turadi poрошок.